Oliy ta'lim muassasalariga o'qishga kirish uchun may.gov.uz orqali ro'yxatdan o'tish. Buning uchun ta'lim bo'limiga o'tib, abituriyentni onlayn ro'yxatdan o'tkazish xizmatidan foydalaniladi. Arizachining telefon raqami kiritilgach, unga yuborilgan SMS xabar tegishli maydonga yoziladi. Joriy yil bitiruvchisidan ta'limga oid ma'lumotlarni to'ldirish talab etilmaydi. Avvalgi yillarda bitirganlar esa tamomlagan ta'lim muassasasi manzili, turi va nomini, shuningdek, diplom yoki shahodatnomaning berilgan yili, seriyasi va raqamini kiritadi. Abituriyentning chet tili yoki umumta'lim fanlaridan milliy sertifikati avtomatik aks etadi. Chet tili bo'yicha xalqaro sertifikati borlar esa tegishli tugmani belgilash orqali bo'sh maydonchalarni to'ldiradilar va xalqaro sertifikatni yuklaydilar. Agar abituriyent ijtimoiy imtiyozlarga ega bo'lsa, bu ham avtomatik ravishda ko'rinadi. Keyin ariza yuborish bo'limida test topshirish hududi, ta'lim tili va alifbosi hamda test topshiriladigan fanlar majmuasini o'z ichiga olgan yo'nalish tanlanadi. So'ngra yana bir bor SMS orqali kelgan tasdiqlash kodi tegishli katakka yoziladi. Ma'lumotlar ko'zdan kechirilgach, to'lash tugmasini bosish orqali to'lov amalga oshiriladi. Eslatib o'tamiz. Joriy yil bitiruvchilari nogironlar, ijtimoiy himoya reyestrida ro'yxatda bo'lganlar va ularning farzandlari, yoshlar daftariga kirganlar hamda to'liq davlat ta'minotidagi shaxslardan to'lov undirilmaydi. Jarayon yakunida abituriyent qayd varaqasi yuklab olinadi. may.gov.uz barcha abituriyentlarga omad tilaydi.